Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyati 1999-yil 4-oyda birinchi qatim nashr qilgan roman Sarson Ruh. Avtori Ahad Turdi. Birinchi qism 4-bob. Qimorbozning hikoyasi. 1. Kecha jimjit. Bir kun yo'l yurib hargan karvan ochiq dalada gira bo'lib yotmoqda. Hammasi ig'ir uyquga ketgan. Dala jimliqini faqat ot uloqlarining bo'g'iz chaynagan ovozi bilan beab yetib qolganlarning xo'raklarila buzib turdi. Cho'l osmoniga oy chiqdi. Yiroq ufqdan ko'tarilgan to'lin oy muallaqda turib nur chachmoqda. Yulduzlarmo surlik osmon bo'shlig'ida jimmida chaqnamoqda. Atrofdan shabnam hidi ko'tarilib, Ilim Shohning uyg'oq qalbiga bir xil rohat tuyg'usi baxsh etdi. Texicha uxlamadingmi? So'radi Ilim Shoh yenida yotgan Akbarning hasratlik xo'rsinishini anglab. Yo'q, dedi Akbar sal o'ri bo'lib. Nimishqa? Yurtni o'ylayapman. Anamni ko'rgim keldi. Uning ovozi miskin va titranguy edi. Akbarning tong shabnimidek poklikqa, sabiylikka to'lgan bu hasratlik so'zi kutilmaganda, Ilim Shohningmi yurak bag'rini tirnab o'tdi. Uning ko'ziga ashu Namrat Qazonchi Yorbishi mahallasidagi ishiklari qaygan, qora suvoqliq pakar uy bilan ashu uydagi oqboshliq mukchaygan, ko'zi ojiz notvan onasi ko'ringandek bo'ldi. To'g'ri. Uningmi bir chog'larda asli qolg'udek illiq makoni, g'amguzar onasi va vafodor xotini bo'lgan. Texi uning nom nishonini uzib qo'ymay davomlashtiradigan Ayimgul ismlik bir omaq qizimi bu dunyoga ko'z ochgan. Lekin ular hozir Ilim Shoh uchun burun ko'rgan shirin tushdeklar tuyuladi. Chunki ashu g'amguzar ona topdan chiqqan mushu kajtali yolg'iz o'g'lining dardida to'la yig'lab, bu dunyoning xo'liqini ko'rmay 2 yilning oldida olamdan o'tgan. Vafodor xotini bo'lsa Ilim Shohning qaram va talviligi bilan qo'ldan chiqib ketgan. Ilqi omaq narasida qizi bo'lsa, ota-onaning mehridan mahrum bo'lib, cho'ng onasining qo'liga qolgan. Bu mudish xotirlar ko'ngildan kechgan Ilim Shoh qattiq bir ahd urib, ulug' kichik tindi. Uning bundoq azobli holati Akbarning diqqatini tortdi. U gavdasini yerim ko'tarib, Ilim Shohning oy nurida chaqnab turgan hasratlik ko'zlariga qarab so'radi. "Nim bo'ldi Ilim Shoh aka? Bek chekib ketding-ku?" "O'zimcha", dedi Ilim Shoh dastlab parvozsizlik bilan. Keyin ko'nglidagi gaplarni mushu yuragi tuyg'un balaga aytib, ichini bo'shatmoqchi bo'ldimi qandoq ostag'ina so'radi. "Anglag'ing bormi?" "Anglayman. Nima gap bo'lsa aytqina Ilim Shoh aka", dedi Akbar ham erkilab, ham qiziqib. "Paranglashmasak, bu kechini tong atqizmoq bakmi ta'sikan." Ilim Shoh yana bir qitim xo'rsindi. İçinden kötürülüp çıkıvatkan ızdıraplık bir tuyg'u uni bearam qilatdi. Dalada adamni endiktirgüçi bir xil jimliq va xamuşluq hukm sürmekte. Simap ranglik ay nuri zeminni yoritib, o'yg'oq dillarni erkilatmekte. Ilim Shoh mana shundaq jimliq va xilvat ichida hikoyasini boshladi. "Mening shundaq baxtsiz kunlarga qilishim ro'z misaqda peshonamga putilgan ekan. Men 9 yoshda tamak chekishni o'rgandim. 15 yoshda bang tortdim. 17 yoshga kirmayla qimorvoz bo'lib ketdim. Qimor degan qiziq nima? Ba'zida otliq kelib piyoda ketsan, ba'zida piyoda kelib otliq ketsan. 30 yoshga kirgan chig'imda 4 darvozada nomim bor qimorvoz nochi otilib ketdim. Orqamda bir necha chapanchilar agishib yuradigan bo'ldi. Har qanday mendan tap tortadi. Mendek adam uchun oila tashvishi, bola chaqa dardi deganlar bir tiyin edi. Ko'nglim hamisha shohona saroy, g'amsiz turmush va bog'u iramlarda yuradi. O'zim xon, o'zim bag yashaydim. Lekin bundaq omad, bundaq nusrat menga hamisha nisb bo'lavermadi. 2 yilning oldidagi bir qitimliq cho'ng tavkada butun pullarimni yo'qotib, oxirida xotinimni mo uttirib Shu gaplarni qilib o'tib, Ilim Shohning burni ichishdi. Ko'zining chaniqi qizardi, lekin yig'lamadi. "Men uni yaxshi ko'ratdim. U 7 yoshli qizim Ayimgulning onasi edi.
Uni menden tartib ilib ketdi. Qimarvoz degan o'z gapida turmush bo'lmaydi. Dardimni ichimga yutdim. Lekin bundaq uyatliq ishqa onam chidamadi. U kasal bo'lib yetib qoldi. Davolatay desammi unimay 2 oydan keyin o'lib ketdi. Qizim bo'lsa tirik yetim bo'lib qoldi. Shu kunlarda bakmo tushkunlashib ketdim. Jahon xalqiga aralashmaydim. Ata-ana, xotin boladan ayrildim. Urug' tuqqanlarimiz yo'q edi. O'z-o'zimga tuqqan, o'z-o'zimga ulfat edim. Ko'p o'ylagandan keyin ul Xudovandi Karimdan boqiy olamga ketishni tiladim. Odam agarda Luqmandek uzoq umr ko'rsimi, Hazrati Sulaymondek cho'ng podshoh bo'lsimi, Rustamdek kuchli palvon bo'lsimi, uning oqibat ajal changiliga tushadiganligini, bu taqdirni hech kishidan to'sib qila olmaydiganligini o'yladim. Lekin yaxshi nom qoldirgan kishining eti o'chmaydiganligini, kishilarning uni obdan nomlar bilan ataydiganligini o'ylab, yangidan odam bo'lish xiyoliga keldim. Lekin bularning hammasi xiyol edi. U chaqda qo'limdan hech ish kelmaydi. Manzilim qorong'u, o'zim noqobil edim. Dal shundoq kunlarning birida to'shik darvozadagi saqchixonaning boshlig'i chaqirtib qoldi. Barsam bir vazifa topshirdi. Ilimsha so'zdan to'xtab yiroqlarga ko'z tikdi. Uning nazari o'tkir, lekin so'g' edi. 2. Ilimshaning hayoti nodonlik, mardlik va nurg'un ochiq-chuchuq xotirlarning sirliq yiplaridan to'qilgan bo'lib, uningda inson hayotidagi hash-pash degicha o'tib ketadigan o'tkinchi ishlarmi, odam qalbiga mangu o'rnab qoladigan baxt va baxtsizliklarmi bor edi. U o'zi uchun ro'shan bo'lgan bu pinhon sirlarini hech kimga aytmay, aslimalar daryosining cho'nqur iqinida yo'shirib kelgan edi. Eliqi saqchixona boshlig'ining ismi Emir edi, deb so'zni boshladi Hilimsha osmonga qarab yetib. Xalqlar uni Emir Sojang deydi. U meni ishxonasiga boshlab kirib, eshikni taqidi va yenidan tapanchisini ilib shiraga taqqadi qo'ydi. Sojangning hech gapdan hech gap yo'q. Bunda qayva ko'rsatishdan mening bir oz ochiqim keldi. Men burun bu odamlar bilan to'la hayaplashib pishib ketgan edim. Ularning quruq qayvasi bilan mamadonliqlaridan qo'rqib ketmaydim. Sana pul lazımmı? Dedi u bir çağda aldımı kelip. Lazım, dedim ben beşimni sana yan qilib. Ölükki gör, tirikka pul kerak. Undaq bolsa qulqını den tutib angla. Yaqinda bu yerga Makit, Yakan, Marallishi qatarliq joylardan cho'ng qimarvozlarning kelganligidan xabar topdik. Senmi anglagansan naqachon? Rost, menmi anglagandim. Shunga yo'shirmayla ochiq aytdim. Angladim. Makitdan Ziyovush, Yakandan Hilimdo'ga, Maralishdan Ro'zi Qotazlar kepti. Shundoq, sen ularni tanıysan. Senmi o'z vaqtida 4 darvozadan nom chiqargan cho'ng qimarvoz emasmi? Mana sana 5 million pul. Sen buni dasmoyi qilib, ashularning orasiga kir. Bizga ularning qachon, qayerda tavka tuzdiganlik xabar lozim. Keyin bu 5 million pulning hammasi o'zining bo'ladi. Bizga faqat xabarni dal va aniq bersanglar bo'ldi. Bu gapni anglab, dilg'ulliqda o'ltirib ketdim. Men shuncha yil qimarvozlik qilib, amdi o'z kasbimga, aqidamga osiylik qilamdiman. Buni sheriklarim anglasa nima deydi? Meni vijdonsiz, nomardga chiqarib bir tiyinga arzimas qilvatmamdu. Lekin shu kunlarda mening ahvolim bakmi o'sal edi. Bechora edim. Yo'qsizlik, xorliqdan o'lib olay desam, shirin jondan kechmak tas edi. Uning ustiga mendek ba'zi boy bo'lib, ba'zida xor bo'lib o'tgan odam uchun beshiga kun tushganda o'limni o'ylash, chidamaslik, nomardlik sanaladi. Shu xiyollar bilan ko'ngil to'xtalmay o'ltirsam, Emir Sojang meni ogohlantirdi. Bu sana berilgan yaxshi fursat. Az to'la xizmat ko'rsatib, burunqi gunohlaringni yuval. Xalqlar mo'sining yaxshi odam bo'lganligini ko'rsin. Bu gaplar birdilla dilimdagi qorong'ulikni ko'tarib o'tgandek bo'ldi. Turibla ko'z oldimga onamning mung bosgan, mehribon chiroyi keldi. U mendan umr bo'yi yaxshi odam bo'lishimni kutib, yig'izor ichida noumid o'lib ketdi. Onam hayot vaqtida men uning umidini aqlay olmadim. Endi bo'lsimi u xalqlarning Hilimsha yaxshi yigit degan gapini farishtalar orqali boqiy olamda turib anglab, ruhi xush bo'lsa, mening mo ko'nglim aram topatdi. Men shu xiyollar bilan g'ayratga keldim.
Ko'nglimdan arsaldılık ko'tarildi. Emir Sojan bergan 5 million pulni ilib, gunohimni yuvish istikida saqchixonadan chiqib ketdim. Men bu cho'ng qimorbozlarga nihoyatda ta'sirli yaqinlashdim. Ular ham zirak, ham quvvat edi. Orqada yuradigan chapanchilarmo yomon lukchaklar edi. Ular mening sungan qimorbozligimni bilatdi. Shunga dastlab do tikkudak puli yo'q deb gumonlandi. Keyin yenimdagi 5 million naq pulni ko'rib ishondi. Ammo ular tavkani qachon, qayerda qurdiganligini nihoyatda maxfiy tutdi. Bir necha kungacha hech ishdan xabari yo'q odamlardek bog'saylis qildi. Qo'y so'yib bazma o'ynadi. Men ulardan ayrilmay birga yurdim. Hatta ashundoq bazma barovat bilan o'tib ketdi. Men ularning tavka quradigan o'rni bilan vaqtni faqat shu yerga berishdan 2 soat burunlab bildim. Vaqt bakmo qis edi. Men ulardan uydan pulni ilib chiqish bahonasi bilan aran yarim soatdak ayrila oldim. Shu oraliqda tez harakat qilib yetqaqdiki, hiliqi menga tonish uzun tura cho'qur gazirchining yiniga keldim. Emir Sojan agar o'zi bilan ko'rishish biyap bo'lganda xabarni mushu adab orqali yetkazishimni aytgan edi. Men uningga gazir purchaq olgan qiyofatda turib xabarni aniq yetkazdim. Tavka qurildigan o'rin qaqulliqidagi Rim Qandal degan odamning beg'i edi. Hammamiz shu yerga naq bo'ldik. Bog' cho'ng bo'lmasmi? Dal daraxtlari bukkida edi. Kichikkina ko'lning bo'yidagi shipanga gilam silindi. Bir qo'y qon qilinib sho'rib silindi. Qimar qizib ketdi. Jazxo'rlar, do chiquvchilar ko'p edi. Cho'ng qimorbozlarmi bir-biri bilan baslashib, pulni oymay tikishga boshladi. Gilam ustida u yoqdan bu yoqqa surilib, qo'ldan qo'lga o'tayotgan pulning hududi yo'q edi. Tutqanlar texim qizib, "Yo Jamshid" deb maydisiga uratdi. Utturganlar kutish niyatida texim asabiylashib, jon jahli bilan kirishib ketgan edi. Menmo 5 million pulni o'ttirga tashlab navbat kutib turatdim. Dal shu chaqda bog'ning orqa tarafidan pang-pung qilgan ovoz bilan saqchilarning tomdan ortilib tushib, "To'xta" deb varqirganicha düpürlab kelayotganligi anglandi. Hammaylar aloqzod bo'lib ketdi. O'shiqlar o'shiq peti, pullar pul peti gilamning ustida qoldi. Qimorbozlar jinni qutuldirish uchun hech nimaga qarmay badar qochdi. Menmo ular bilan birga bog'ning oldi tarafidagi tomdan ortilib chiqib ketdim. Oradan 3 kun o'tdi. Hamma ish besiqdi. Sirtdan kelgan qimorbozlarmo dardini ichiga yutib yurtiga tikibatdi. Shu chaqda men saqchixonaga bordim. Emir Sojan bilan ko'rishib, hiliqi menga ta'alluq bo'lgan 5 million pulni so'radim. "Nima deyapsan?" dedi u tarin turib. "5 millionni mushu ishxonada qo'lingga berdim-ku. Sen yana pulning gapini qilyapsan? Seni qo'lga olmaganligimizga shukr qilib bu yerdan tizkat. Sen bütün qimorbozlarni boshlab bog'dan qochib ketding." "Nima deyaptilar Sojan?" dedim men hayron bo'lib. Ham ish silnan deganlari bo'yicha bo'ldi. Men 5 million pulni dasmoyi qilib ularning ichiga kirdim. Keyin u pul gilamning ustida qoldi. Bo'ldi, dedi u texmi qo'pollashib. "Sen degan bir qimorboz lukchak. Qachon rost gap qilib baqqan? Bu yerdan chiroyli ket. Bo'lmasa pushaman yap qolasan." Men har qancha eski bo'lsam-mo o'zimning g'ururini dafsanda qilib baqqan emas. Bo'libmi bundaq nohaqchilikqa, bozaq qilishga, haqoratga uchirganda chidab tura olmaydim. Shunga Emir Sojanni birdanla sanlab og'zimni qo'yibatdim. "Ey, nima deyapsan? Sen Sojan bo'lsang o'zingga. Mening beshimda sen elibitadigan to'g'it shadda yo'q. Menda hozir issiqjondan boshqa hech nim qolmadi. Shunga Xudodan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. Senda insof yo'q ekan, menchilik vijdoni yo'q ekan. Meni bilmaydi dema. Shu kuni Tavkada 60 milliondan ortiq pul qolgan. Biz hamma narsani qo'yib qochdik. Senlar udul kelgan peti pulga o'zinglarni etishding. Endi kelib o'zing va'da qilgan 5 million pulni berishkimi ko'zing qiziryotidi. Agar bu pulni bermasang, men bütün ahvolni hukumatga deb, ashu kuni Tavkada qolgan hamma pulning hisobini olaman. Sen texi men bilan takallashmoqchimi? Sen qaysi hukumatga arz qilmoqchi? Hukumat degan manaman. Sen bak haddingdan ishib ketma, dedi Emir Sojan varqirab. Va 2 saqchini chaqirib meni tor qorong'u uyga solab qo'ydi. U yerda 2 kun yotdim. Hech nima bermadi.
Ahir candan to'yib, ishik tomlarini mushtlab, varqirab g'ovg'a ko'tardim. Bir gundupay meni yana Sojaning oldiga ilib chiqdi. Bu qitim u menga tapanchisini tanglab ayva qildi. Ko'rdingmi? Tepkin bassamla mush yerda candan juda bo'lsan. Hech kim sening da'voyingni qilmaydi. Sen bir nomi bor qimorvoz, o'g'ri. O'likingni ko'rib hukumatmi, xalqlarmi xush bo'ladi. Lekin men sana yana bir qitim fursat beraman. Bu yerdan chiqib, og'zingni yumib, chiroyliqcha jiningni jon et. Agar yana kichikkina qing'ir ish qilib qo'ysang, u chaqda men seni bosh qo'yib etmayman. Bilib qo'y, men mushu quralim bilan mushu yerdagi hukumatning vakili. Qattiq g'azabim keldi. O'zimcha xo'rliq his qildim. U menga bakmo o'shqchilik qilib ketgan edi. O'ziga tegishli puldan ayrilib, uning ustiga bo'za qilingan odam bayni paltidan yonmaydigan o'kizga aylandi ekan. Atsang ata, dedim men maydamni ichib. Odamni bundaqmi bo'za qilgan bormi? Bekordan 2 kun so'lading. Bir temim suv, bir burda non bermeding. Hukumat degan sen emas. Sendan boshqa hukumat bor. Sen shu kuni oz deganda 60 million pul yig'ib olding. Menga o'zing va'da qilgan 5 million pulni berishga qo'rsqing og'rib, meni bekor bo'za qilyapsan. Men hukumatga arz qilaman. Sening arzingni kim anglaydi? Sana kim ishnidi? Dedi u meni masxara qilgandek dimig'ini qiqib. Sen degan cho'ng qimorvoz, o'g'ri, qimorvoz, o'g'rining gapiga kim ishindi? Kim anglaydi? Ko'toni qisib bu yerdan yaxshicha chiqib ket. Deb Sojan meni dushkanlab, ittirib chiqarmoqchi bo'ldi. Men rostilla jondan to'yib uningga varqirdim. Men hech yerga mangmayman. Noch bo'lgandikin ot, mushu yerda turg'izib jinimni ol. To'ydim bu jondan. Meni etib, buni nimishqa etibetding deydigan so'roq kelsa, bu dunyoda ko'rarsan. Bo'lmasa, men u dunyoda sendan hisob olaman, deb turib oldim. Mening paylimning yomonligini ko'rib, u sal bo'shidi. Yandik uyga chiqib ketib, kimlar bilandir so'zlashib, bir chaqda eski qog'ozga o'ralgan 5 million pulni ko'tarib kirdi. "Mana buni ol", dedi u do'q qilgandek pulni oldimga tashlab. "Ikkinchi ko'zimga ko'ringuch bo'lma." Men pulni elib, "Bo'ldilar, bu haq bilan aytishavermay, endi yo'limga mangay" deb o'ylab ishxonadan chiqdim va saqchixonaning hovlisidan o'tib, cho'ng darvozaga boradigan qorong'u dalonga kelganda nadindir 3 saqchi paydo bo'lib, hay-to'yt degicha qo'limdagi pulni tortib olib, dumbamdan ittarganicha yonpashlarimga tepib, darvozadan chiqardi-da eshikni taqab oldi. Men nima qilishimni bilmay turib qoldim. Shu chaqda men bularning hammasining tili bir ekanligini, o'tganki ishda maqsadi qimorvoz tutish emas, pul bulash ekanligini, o'zimning bularga o'yinchoq bo'lganligimni bilib, qattiq g'azabim keldi. Ochiqimda darvozani qiqib varqirab, ular bilan yana ilishmoqchi bo'ldim. Lekin unda qilsam bu yerga odam yig'iladi. Ular yana meni tutib, saqchixonni qalamqonlashtirdi deb so'lab qo'yish mumkin. Shunga men o'z-o'zimga aldirma Hilimsha. Ular seni shundoq ahmoq qilib bo'zak etgan yerda senmo bir amallarni qilib ulardan dardan olmamsan. Cho'qim ol deb hay berdim. O'ch ilish xiyolida chora izlab bir necha kun o'tib ketdi. Bir kuni qum darvozada och qursoq aylanib yursam, 17 yoshlardagi putqo'llari qasmoq, o'roq bir bola qishim kelib, "Aka, tapancha olamla" deb asta so'radi. Men qiziqib, "Qani tapancha?" dedim. U qo'ynidan bir parcha latiga o'ralgan qaramto'l kichik tapanchani chiqardi. Men tapancha deganni kinoda, askar bilan saqchining qo'lida ko'rgan bilan qo'limga ilib boqmagan. Qo'limga ilib boqqanim pichoq bilan kaltak edi. Lekin shu chaqda iliq tapancha qarab ko'nglimdan yallida bir fikr o'tdi. To'xtag'ana, Emir Sojan degan kuspuroch meni qo'lidagi ashu tapanchasiga taynib bo'zak etmadimi? Qani amdi, menmi undaq qazonga mundaq cho'mich qilib boqay. Men shu xiyol bilan yiliqi baldan so'rdim. "Tapanchan qancha pulkam? O'qi bormi?" "5 pay o'qi bor. O'qi bilan tapanchaga 2 million bersir bo'ldi aka", dedi bola asta kusurlab. 3 million beray. Lekin nesi? Dedim. Men uni bir chetga tortib, u menga bir hayron bo'lgan, bir qiziqqan holda bir pas qarab turdi. "Sen meni tanimsan?" deb so'rdim uningdan. "Taniyman aka", dedi u menga xili ishonch bilan qarab. "Sizlar Hilimsha degan nochug'u. Undoq bo'lsa, menga ishon ukam", dedim men uni xotirjam qilmoq bo'lib.
3 milyon pulunu neresi 4 gün, berisi 2 gün içinde qolunğa tekkizmen. Gepim gep. Bugün tilxat desen tilxat berey. Bala bir az o'ylanib turib, keyin tapanchani qo'limga berdi. Men sizga ishoniman aka. Nochi degan kepet turdi. Men tapanchani elib qo'ynimga soldim. Eliqi baladan tapanchaning nereden kelganligini mo so'ramadim. U kunlarda ba'zi askar va saqchilarning yo'shuruncha qurol yaraq sotadigan ishlari bor edi. Men shu kunlar boshqacha yasinib, Emir Sojaning iziga tushdim. Uning uyining to'ra yavog'ida ekanligini bilib oldim. Atsi Emir uyda yo'q vaqtida divani qiyofati kirib, uni ishki oldida sadaqa tiladim. Uydan yosh, chiroyli bir cho'kan chiqdi. Bu uning ikkinchi ayolidek qiladi. Cho'kan ishikni ichib, menga bir parcha non sundi. Men nihoyat tez nazar bilan uning hovlisini, mehmonxonasini va manzar uylarini ko'rib oldim. Keyin qo'shnilarining ahvolini mo kuzatib bildim. Emirning uyiga kirishning birdan bir yo'li qo'shnisining ishki oldidagi ujumi darxi orqali avval qo'shnisining o'gisiga chiqib, Siraj tomdan ortilib, andin uning o'gisiga tushish edi. Emir Sojang har kuni xotini bilan manzar uyda yotadi. 3-kuni kunduzda qim-qim bozorga berib, u yerdagi bir tonishimdan saqchilarning ko'ni chapini bilan shapkasini nesiga oldim. Kechda Emir Sojang taki uyiga kirib ketguncha orqasida yurib kuzatdim va yarim kechagacha shu mahallada aylanib yurib, jisakchilarmo uyquga ketgandan keyin Ücmedin artilib o'giziga chiqib ketdim. Siraj tomdinmo shap chiqarmay artilib tushib, Emir Sojangning manzar uyining oldiga keldim. Ishik ichidan taqoqliq edi, ammo derazning bir qanti ochiq edi. Men nihoyat chabdaslik bilan derazdan itilib kirdim. Emir Sojang uyquliqda o'ndarib qo'rqib, "Kimsan?" degenicha o'diqib ketdi. Men uni ostimga bosmada tapanchini peshonasiga teridim. Emir titrab ketdi. Xotini qo'rqib varqirmoqchi bo'lib edi. Og'ziga lo'ngi tiqib, chiroq yoqishni buyurdim. Xotini yavaşlik bilan berib, panarni yoqdi. Ondan men uni bulundagi qaznaq solib "Emir Sojang," dedim men. "Endi uni erkinroq qo'yib, pulga turamsan, jong'imi?" "Jonga, albatta jonga," dedi u titriki teqicha besilmay. "Undaq bo'lsa, uyondagi naq pulning hammasini chiqar." "Bo'ladi," dedi u duduqlab. "Lekin Ilimsha, sen mushundaq qilyapsan. Oqibatingni o'ylab baqdingmi?" "Ey Emir, sen oqibatingni o'ylamaysan, men oqibatimni o'ylamdiman," dedim uningga gaplariga zardam qaynab. "Sen qanday qilgan bo'lsang, men shunday qilaman. Sen to'la tishimga tegma Sojang. Mening ayol zoti qishiga barmag'inimga uzoq bo'ldi. Eli bakar xotiningni ko'zingga ko'rsatib jumo. Mening qo'limdan har qanday askilik keladi. Sen meni mushundaq bir qo'tur tapanchi bilan mushundaq rap kiyimingga tayinib qanday xo'rlamading? Men sening oldinga borgan emas. O'zing va'da qilib, o'zing ish qilib, orqadan ahmoq etding, sarang topding, bo'zaq qilding. Hozir sen meni tunib bo'lding. Agar sen mushu to'g'rida hukumatga yana palon pokon deydikansan, urug' avlodingni qo'ymay qirib etaman. Jondan to'ydim. Bugun sening ya jiningni olman, ya pulingni olaman. Beray, hamma pulni beray, Ilimsha," dedi u yelingandek zarlab. "Mening ulgum yo'q. Men yosh, xotin bola chaqam bor. Men bilmay nadonlik qiptiman. Seni gol chog'labdiman. Hamma pulni ol." U yerim yalang'och bitdi. Uyning bulung puchqoqlaridan pulni izlab tepishga boshladi. Men tapanchini uning tanglab o'shar turdim. U tinab tamtirab bir yerdan bir tuguch, bir yerdan bir bo'loq, yana bir yerdan bir tutam narsalarni ilib oldim qo'ydi. Ichib qarsam, ashu kuni tavqaga tushgan pullar shu betaratsiz, purlashgan paskin alda turibdi. "Hammasi shu," dedi u ovozi pastlab, solashgan holda. "Menga tekkini shunchalik. Rost tugdi ha?" dedim men uningga qadalib. "Ma'qul, tugigan bo'lsa men ketdim. Hozirdan boshlab men seni ko'rmadim. Sen meni ko'rmading. Agar buningga rozi bo'lmay, bu ishni hukumatga aytgan bo'lsang, men tayyor, qo'rqmayman. Mushu pullarni hukumatning oldiga olib, men buni Emir Sojangning uyidan bulab chiqdim deyman. Ular sendan buni surishti qiladi. Men guvohchi bo'laman. Javobini o'zing bersan. Har holda aqling bilan ish qil, Emir Sojang. Esanda bo'lsin. Pochaq yegan tuk yeydi, qirin yegan po'q." Men uydan chiqib ketdim.
Kapamga kelib, tong atqucha pullarni ratlab, taxlab sanab chiqdim. Hammasi 31 milliondan ko'proq pul ekan. Men atsi atiganda qum darvozaga berib, hiliqi tapanch satgan balni izladim. U Jang Tatayning qavoqxonasi oldida lag'aylab yuribdi ekan. Meni ko'ribla yugurib keldi. Men uningga 5 pay o'q bilan tapanchini berib, ustidan yana 3 million pulni berdim. Xushalliqdan balaning og'zi yaloq bo'lib ketdi. U yerdan yinib, qim-qim bozorga berib, iliqi saqchi kiyimni bergan tonishimga kiyim bilan billa 1 million pul berdim. U hayronlikda og'zini ichib, kechicha toza uqtibsan-da, omating kepti deb rahmat aytdi. Shuningdan keyin men 2-3 kungacha qandoq qilish, buningdan keyingi hayotimni qandoq o'tkazish to'g'risida qattiq o'ylandim. Bir shaytinim darhol koni qimorbozlarning yiniga berib, tavka qurib, qo'zini pozi qil, senmi birisining xotinini utib ol deb undaydi. Yana bir shaytinim bo'lsa, endi bas, qimor o'ynab nima topding? Tutturmagan niman qoldi? Anangning ruhi qo'rinmasin. Endi yaxshi yo'lg'imang, savobli ishlarni qilib, Xudodan gunohingni tila deb ogohlantiradi. Shundaq arsaldi kunlarning birida choyxonada choy ichib o'ltirib, haqlardan palonchi pokonchilarning bu yil hajga borganligini, hukumatdan yo'l xati ololmagan yana kimlarningdir chigiriga berib, shu yerdan pul bilan o'tib ketganligini anglab, ko'nglim vallad yorib ketgandek bo'ldi. Menmi bir musulmon, Xudoning farzlarini bajo keltirish majburiyatim bor. Xudo menga bu pulni nasib qildi. Endi uni o'ng sipida ishlatib, har zarliqdan qutulib, haq joyiga xajlay deb haj qilish niyati keldim. Bir kuni sarraf bozoriga berib, qo'limdagi naqd pulning hammasiga 27 tilla oldim. Nikolayning 10 so'mlik bir tillasi 1 million ekan. Qolgan parcha-purat pullarga kiyim-kechak ilib, safar tayyorliqlarini qildim. Niyatimga yarasha safarim oq yo'lliq bo'ldi. Mana sizlarga o'xshash yaxshi odamlar bilan hamroh bo'lib qoldim. 3. Elimsha hikoyasini tugatib birdam o'ltirib ketdi. Andin Akbar bayla yaqqan gulxonadagi lo'qirab kuyayotgan o'tqa tikildi. Uning yosh yuqi bilan sal-pal namlashgan ko'zlarida o'tning o'ynoq sholasi jilvalandi. Cho'l osmonida yulduzlar so'z chaqnaydi. Yaqinlashib kelayotgan tong havosi urilib, o'yg'oq karvonning ko'ksiga salqin shamol tegdi. 4. bob tugadi.